Keparati balobatlardan o'ldirgan xizmatchilari bugun Markaz bank tomonidan yig'ilish bo'ldi. Shunda bank taqdim etilayotgan tadbirkorlarni rivojlantirish uchun 100 milliongacha ko'pchilikdan qaror bo'yicha bor. Bu yangi boshlangan tadbirkorlar uchun 100 milliongacha garovsiz 100 million yuqoriga garov ta'minotini ajratishadi. Asosiy vosita olish uchun 72 oyga 24 imtiyoz davri bilan aylanmalarni to'ldirish uchun 24 oyga 6 imtiyoz davri bilan ajratiladi. Bunda garov ta'minoti sifatida uy-joy, ko'chmas mulk, avtomashina garovga olinadi. Yillik foiz stavkasi 23%. Bundan tashqari tadbirkor endi boshlamoqchi bo'lganlar uchun ham kreditimiz bor. Bu oilaviy tadbirkorlik bo'yicha 33 milliongacha ajratiladi. Bu faqat hokim yordamchisi tavsiyasi bilan ajratiladi.